Assalomu alaykum Gold Kapital obunachilari. Bugun sizlar bilan Xnet brokeridan qanday qilib registratsiya qilishni va akkaunt ochib depozit qilishni o'rgataman. Boshladik. Buning uchun biz hamkor brokerlar yoki silkani o'sib bosamiz. Mana Xnet. Mana Xnet. Aktiv qilamiz. Kiramiz ichiga. Agar Xnet programmasi kimga kerak bo'lsa, Play Market orqali skachat qilib olsangiz bo'ladi. Registrga bosamiz. Bosganimizdan so'ng bu yerdan bizani yashash joyimizni so'raydi. Bu yerdan O'zbekistonni topib belgilaysizlar. Hozir biz O'zbekistonni topamiz. Mana O'zbekiston. Bu yerga o'zingizlarning email adresingizlarni kiritasizlar. Men kiritib olib, hozir videoni davom ettiramiz. Xo'p, ortali mana biz kiritib oldik. Ana endi biz continue ni bosamiz. Biroz vaqt kutasizlar. Загрузка va saqlanishni bosamiz. Xush ortali ko'rib turganinglardek bizda demo yoki real akkaunt o'tdi. Biz bu yerdan real akkauntni, ya'ni mana shu joyi tanlaymiz. Tak, mana ko'rib turganinglardek kirdi. Endi biz mana shu joyi tanlashimiz kerak, ya'ni shu joyi. Complete profilni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana shu joyga bosamiz. Bu yerda gmailingizga kod keladi. Hozir kod kelgandan keyin davom ettiramiz. Xush ortali mana kod keldi va davom ettiramiz. Bu yerga o'zingizlarning raqaminglarni yozasizlar. Hozir men o'zimni telefon raqamimni yozaman. Bu yerdan birinchi mana shaharni o'zgartirib olasizlar va mana nomerni qo'ydik. Mana endi continue ni bosamiz. Bu yerga kod keladi. Xo'p, ortali nomerimizga kod keldi. Kodni yozdik va endi davom ettiramiz. Complete no. Bu yerda ism familiyalarni to'liq yozishingiz kerak. Hozir men yozib olaman. Xo'p, ortali ism sharif yozib bo'ldik. Tug'ilgan sana, oy, hamma narsani. Endi bu yerga maliyani tanlaysizlar. Bu yerda adres tanlaysizlar. Bu yerda O'zbekiston deb yozib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerdan endi keladigan bo'lsak, bu yerdan mana birinchisini tanlaysizlar. Continue. Ikkinchidan marketing. Continue. Bu yerdan xohlaganinglarni tanlasanglar bo'ladi. Men o'zim mana buni tanlagan bo'lardim. Bu yerdan biz birinchisini tanlaymiz. Ikkinchisini 100 mingdan 200 ming. Bu yerdan keyin biz buni tanlasak bo'ladi. Bu yerdan keyin biz mana oxirgisini tanlaymiz. Bu yerdan birinchisini tanlaymiz. Bu yerdan forex continue. Bu yerdan azri bosib qo'ysanglar, ili bu yerdan newslarni bosib qo'ysanglar bo'ladi. Va ortali ko'rib turganinglardek registratsiya tugadi. Biz bu yerdan ikkinchi bo'limni tanlaymiz. Bu yerdan ism familiyalarni yozasizlar va bu yerdan sizlardan pasport so'raydi, ili ID karta, ili pravelarni so'raydi. Pasportni bosamiz biz. O't mana bu yerga pasportinglarni mana shu joyga joylashtirasizlar. Xo'p, ortali biz joylashtirib bo'ldik. Endi davom etamiz. Bo'ldi. Bu yerda ko'rib chiqamiz dedi. Depozit o'tdi. Biz bu yerdan bitta загрузка beramiz. Shu bo'ldi, загрузка berdik. Endi oxirgi qiladigan ishimiz yana complete profilni bosamiz. Va bu yerdan oxirgi eng qiyin dokument so'raydi. Bu yerdan ya'ni yashash manzilingiz yoki kartalarning 3 oylik kirim chiqimini so'raydi. Buni hozir qanaqa qilib onlayn qilishni o'rgataman. Uning uchun ortali biz Google ga kirib my go deb yozamiz. Mana birinchi chiqqaniga kirasizlar.
Kirganinglardan so'ng bu yoqdan ro'yxatdan o'tishni bosasizlar. Registratsiya, ruxsat berasizlar. Data рождения, seriya pasport, hamma narsani to'liq joylashtirasizlar. Xo'p, ortali biz bu narsani qilib bo'ldik. Endi bizda bu oldindan bor edi fayl. Endi bu faylni hozir joylashtiramiz. Portali mana faylni joylashtirdik. Endi buni bosasizlar. Bosganinglardan keyin bitta загрузка beraverasizlar. Va sizlarni arizanglarni 1-2 soat ichida ko'rib chiqadi va akkauntinglar tasdiqlanadi. Hammaga rahmat.